Shu yertamisizlar? Maskani bombasi keldi, obzorni qilib beraman, ko'ringlar, zo'r narsa. Maskamizni bittada ikkita odam ishlatsa bo'ladi. Qanaqa deysizlarmi? Bitta odam balonni o'zini oladi, oddiy ochki bilan ko'rdinglarmi? Dengizdagi tushib mazaq tomosha qiladi. Sheriginglar bo'lsa, dengiz ustidan shu taqib olasizlar-da, qarab yursizlar, tegida polni go'zalliklarni ko'rasizlar. Sherma yoqda bor, balonlar suzib yuradi. Xohlasanglar buni yechasizlar. Mana ko'rdinglarmi? Bu shtutur taqib qo'ygan, bo'sini o'rniga bunaqa shtutur taqiladi. Buni shtutur taqasizlar. Bo'ldi. Maskasi ham o'zida ichiga tushib ketaverasizlar. Buni zapravkasidan qoldi-qomadisini mana bitta datchiklar bor, ko'rinib turadi bemalol. Bitta zapravka bilan etishligi bo'yicha, bizga reklama qilishligi bo'yicha chorvoni u boshidan bu boshiga bemalol borib kelsa bo'ladi. Shu 1 soatga yetadi deyshti. Balonni zapravka qilish uchun maxsus nasos kerak bo'ladi yoki vulkanizatsiyada zapravka qilsa bo'ladi. Maskani o'zida ham maza qilib ishlatsa bo'ladi. Bu yerda o'zida mana ko'rsam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta, 7 ta o'zini nafas olgan joyi bor, qiynalmaysizlar. Ma'mutiga kameralarni qo'yib olib, syomka qilib ketsanglar ham bo'ladi. Kimga endi shunaqa maskani udarlari kerak bo'lsa, kommentariyaga nomer qoldirib qo'yaman, narxlar bo'yicha bo'ldi ma'lumot olaverasizlar. Hammaga rahmat, bitta like qo'yish esdan chiqmasin.